Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. 69. Sura El-Haqqa. Mekkede nazil bo'lgan 52 oyat. Nihayet şefqatlik, mehribon Allohning ismi bilan boshlayman. Bo'lishi aniq qiyomat. Qiyomat nimadir? Qiyomatning nima ekanligini qandoq bilalaysan? Samud va Ad qabilalari qiyomatni inkor qildi. Samud bo'lsa odatdan tashqari qattiq ovoz bilan halaq qilindi. Ad bo'lsa haddidan ziyoda qattiq va sovuq bo'ron bilan halaq qilindi. Allah ularga bo'ronni 7 kecha 8 kunduz uzildirmay operedi qildi. Ad qavmining o'z makonlarida halaq bo'lib, xurma darxining po'r ko'taklarida yotganligini ko'rsan. Ulardan biri odamning qolganligini ko'ra olamsan? Fir'avn va uningdan ilgirkilar ham shaharlari dumkumir etilganlar, ya'ni Lot qavmi xato ishlarni qildi. Ular Parvardigorning payg'ambariga osiylik qildi. Shuning bilan ularni Alloh qattiq jazoladi. Shubhisizki, Nuhning zamonida cho'ng suv yamrab ketgan chaqda sizlarni, ya'ni ajdodinglarni biz kemiga soldik. Sizlarga uni ibrat qilish uchun, esida tutib oladigan quloqlarning uni tutib olishi uchun biz shunday qildik. Birinchi qitimliq so'rchilingan chaqda zimin va tog'lar o'rinlardan ko'tarilib, bir-biriga urilib, uvilib ketgan chaqda bu kunda cho'ng ish, ya'ni qiyomat yuz beradi. Osmon yeriladi. Bu kunda osmon qalaymiqallashib, ojizlashib ketadi. Farishtalar osmonning atrofida turadi. Bu kunda Parvardigoringning arshini 8 farishta boshlari ustida ko'tarib turadi. Bu kunda sizlar Allohga hisob berish uchun to'g'rilansizlar. Sizlar hech qanday bir sirni yo'shirib qololmaysizlar. Nomi amali o'ng qo'lga berilgan odam xushalliqidan bu mening nomi amalimni ilib o'qib beqinglar. Men hisobotimga muloqot bo'ladiganligimga muqarrar ishongan edim deydi. O ko'ngillik turmushda bo'ladi. Esil jannatda bo'ladi. Uning mevalari o'ri turgandimi, o'ltirgandimi, yotgandimi qo'lini so'zibla ola oladigan darajada yaqin bo'ladi. Ularga o'tganki kunlarda, ya'ni dunyodagi chaqlarda yaxshi amallarni qilganliginglar uchun xushal-xuram yanglar ichinglar deyiladi. Nomi amali so'l qo'lga berilgan odam aytadi-ki, "Menga nomi amalim berilmagan bo'lsa-chi, hisobimning nima bo'ladiganligini bilmasam edim. Dunyoda o'limim, hayotimni oxiratda qayta tirilmas qilib oxirlashtirishchi, mening mol-mulkim menga hech narsaga asqatmadi. Mening huquqim qo'limdan ketdi." Alloh do'zaxga muakkal farishtalarga aytadi: "Uni tutinglar, uningga taqoq selinglar. Ondan uni do'zaxga tashlanglar. Ondan uni uzunligi 70 kez keladigan zanjir bilan bog'langlar." Uning bundoq azoblanishi shuning uchundirki, u haqiqatan ulug' Allohga iymon etmagan edi. Miskinga tamoq berishni targ'ib qilmaydi. Bugun uningga bu yerda uningdan azobni ko'tarib yetadigan do'st yo'qdir. Uningga yirangdan boshqa tamoq yo'qdir. Uni faqat ozg'an odamlarla, ya'ni kofirlarla yeydi. Men sizlarga ko'rib turadigan narsalar bilan qasam qilaman. Sizlar ko'rmaydigan narsalar bilan qasam qilaman. Ya'ni barliq maxluqot bilan qasam qilaman. Bu Qur'on albatta hurmatli payg'ambarning Alloh tarafidan yetkazgan so'zdir. O shoirning so'zi emasdir. Sizlar nihoyat oz ishini sizlar. O koinning so'zi mo emas. Sizlar oz vaz nasihat olasizlar. O olamlarning Parvardigori tarafidan nozil qilingandir. Agar u bizning nomimizdan yolg'onni to'qiydigan bo'lsa, albatta uni qudratimiz bilan jazolaydik. Ondan uning asosi qizil tomirni kesib tashlaydik. Sizlardan hech bir odam uni qo'g'dab qololmaydi. Shak shubhisizki, bu Qur'on taqvodorlar uchun vaz nasihatdir. Biz shak shubhisiz bilimizki, sizlarning oranglarda Qur'on oyatlari shuncha ro'shan turg'liq, uni inkor qiluvchilar bor. Qur'on kofirlarga, ular Qur'onni tasdiq qiluvchilarning savobini va inkor qiluvchilarning azobini ko'rgan chaqda albatta hasrat yeb keladi. Qur'on muqarrarki shaksiz haqiqatdir. Ulug' Parvardigoringni mushriklarning iftirolaridan pok e'tiqod qilgin.